Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Vafadarlik. 851-savol. Vafadarlik degan nima? Javob. Nurg'un kishilar vafadarlik degan so'zni va'dasi tutirish, yaxshilik qilgan kishiga shu yaxshilikning mukofotini berish degan oddiy ma'nosida tushundi. Ammo vafadarlikning ma'nosi bundan cho'ng, doirasi keng albatta. 852-savol. Vafadarlik talab qiladigan ishlar qaysilar? Javob. Tuvandagi 6 ishda vafadarlik jiddiy holatda talab qilinadi. 1. Alloh taologa vafodor bo'lish. 2. Payg'ambar alayhissalomga vafodor bo'lish. 3. insonlarga muomala ishlarida vafodor bo'lish. 4. sizga yaxshilik qilgan kishilarga vafodor bo'lish. 5. hayot musofasida siz tonigan kishilarning hammasiga vafodor bo'lish. 6. va'daga vafodor bo'lish. 853-savol. Alloh taologa vafodor bo'lish degan qanday bo'ladi? Javob. Men Alloh taologa bir ishda va'da qilmagan tursam, nimaga vafodorlik qilaman deb hayron qilishingiz mumkin. Ammo Alloh taolaning sizga ato qilgan sonsiz ne'matlarini esingizga olganingizda, haqiqatan Alloh taologa minnatdor ekanligingizni va uningga vafodor bo'lishingizning tabiiy burch ekanligini his qilasiz. Qur'on Karimda "Va ma bikum min ni'matin faminallohi", ya'ni sizlardagi qandoqli bir ne'mat bo'lsin, u cho'qim Allohdandir, deydi. Sura Naml 53-oyat. Qani o'ylab beqing, yuragimizning parisi, jinim balam deb bag'riga bosgan, bir umr yaxshilik qilgan, barliq ehtiyojlarini tal qilib hozirlab bergan, hammani uningga badalsiz bergan ota-onasiga tuzkorlik qilib, ulardan yuz o'rgan yoki ularni to'van ko'rgan bir insonga qandoq baho beramiz? Xalq olam uni nima deydi? Albatta undoq birini inson deyishga og'zingiz bormaydi. Shundaqmi? Alloh taolaning sizga ato qilgan yaxshiliklari, in'omlari va bergan ne'matlari ota-onangizning qilganlaridan ko'p emasmi? Sizni chiroyli shaklda hurmatli inson qilib yaratdi. Put-qo'lingizni saq qildi. Turli noz-ne'matlar bilan sizni oziqlantirdi emasmi? Payg'ambar alayhissalom, sizlar o'zingizlardan yuqori kishilarga emas, sizlardan tuvallarga qaranglar. Bu Alloh taolaning ne'matlarini tonishinglar uchun yaxshidir, degan. Ibn Majah rivoyati. Alloh taolaning sizga ato qilgan sanoqsiz ne'matlarini tonishingiz uchun bu hadis eng yaxshi o'lcham bo'la oladi. Sizdan tuvan odamlarning holiga qarag'iningizda, Allohning sizni ulardan qandoq ortiq qilganligini, qandoq hurmatli qilganligini, lazzatli rizqlar bilan sizni qandoq oziqlantirganligini va sizga ularga bermaganlarni berganligini ko'rasiz. Alloh taolo bizning minnatdorlik bildirishimizga muhtojmi? Alloh taolo bizga muhtoj emas. Shundaqla bizning shukrimizga, minnatdorligimizga va hech narsamizga muhtoj emas. Shukr qiluvchilarning shukrisi bilan Alloh taologa foyda bo'lib ketmaydi. Tuzkorlik qiluvchilarning tuzkorligi bilan uningga ziyon yetmaydi. Foyda ziyon faqat o'zimiz uchundir. Ammo Alloh taolo shukr qiluvchilarga texmi ko'p beradi, tuzkorlik qiluvchilarni jazolaydi. Alloh taolo bundoq degan: "Ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar tuzkorlik qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi." Sura Ibrohim 7-oyat. 854-savol. Undaqda Alloh taologa qanday vafodorlik qilish kerak? Javob. Alloh taologa bo'lgan vafodorlik buni 3 ish bilan amalga oshadi. 1. Alloh taologa chin ishonish. 2. Amal ibodatlarni faqat Alloh taoloning roziligi uchun qilish. 3. Buyurganlarini o'rindash, to'sqanlardan yenish. Bu 3 ishni to'liq ado qilsangiz, siz Allohga vafodor banda bo'lgan bo'lasiz. Alloh taolo Isroil avlodiga mundaq degan: "Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish, toat ibodat qilish, buyurganlarimni o'rindash, to'sqanlarimdan yenish bilan menga bo'ysunish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar." Sura Baqar 40-oyat. 855-savol. Dunyoda vafodorlik ulgusi kim? Javob. Payg'ambar alayhissalom ilgirki va keyingi barliq kamchiliklar kechirim qilingan, har qanday bir gunohdan pok zot turib, kechalari Alloh taologa ibodat qilib, namozda uzun turganlikdan putlari ishib ketadi. Hazrati Oysha radhiyallohu anha uningga: "Ya Rasululloh,
Sizning ilgirki va keyingi barliq gunohingiz afo qilingan tursa, nimancha o'zingizni qiynaysiz? Deganda payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning shukr qilguvchi bandasi bo'lmamdiman deb javob beradi. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyat. Siz dunyoda sizga yaxshilik qilgan birining shu yaxshiligini qaytarish uchun tirishgan yerda sizga son-sanoqsiz ne'matlarni ato qilgan shafqatli Rabbingizning shu yaxshiliklarga vafo qilish uchun tirishmamsiz? Hamda sizning Rabbingiz sizning bu vafodorligingizni mukofotsiz qo'ymaydi emasmi? 856-savol. Hozirgi musulmonlar vafodorlikda ulgu bo'la olamdi? Javob. Hozirgi musulmonlar mayli vafodorlik jihatdan bo'lsin, mayli rostchilik jihatda bo'lsin, mayli boshqa axloqlarda bo'lsin, haqiqiy musulmonlikqa ulgu bo'la olmaydi. Chunki ular axloq ulgusi bo'lgan ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yo'lidan bakmi yaroqlashib qolgan. Şoň bizning ibodatlarimiz riyokorlikdan, axloqimiz yasalmalikdan qutula olmagan. Shu sababdan biz musulmonlar xorliqni izzat badaliga, nifoqni iymon badaliga, shaxsiyatchilikni fidokorlik badaliga, inoqsizlikni birlik badaliga, riyokorlikni ixlos badaliga, o'g'irlikni tirishchanlik badaliga setib olgan va qo'limizdagilarning hammasini boshqalarga tatqizib qo'yib, boshqalarning qo'lidagisiga talmirib qolgan bechoralarmiz. 857-savol. Payg'ambar alayhissalomga qandoq vafodor bo'lish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalomga qandoq vafodor bo'lamiz? Holbuki sahobalar payg'ambar alayhissalom bilan birga yashash sharafiga noil bo'lganligi uchun uningga vafodor edi. Endi biz payg'ambar alayhissalom bilan birga yashayolmaydigan tursak, uningga qandoq va nima ishda vafodor bo'la olamiz degan savol aqlingizga keladi. Bu savolning javobi bir jumla so'z bo'lib, u bo'lsa payg'ambar alayhissalomning yo'liga ergashish, uning sunnatlariga amal qilish va uni hayotimizning butun sohalarida ulgu qilishdir. 858-savol. İnsanlarga qandoq vafodor bo'lish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalom musulmonlar shartlarga rioya qiluvchidir deb ko'rsatgan. Buxoriy va Hokim rivoyati. Musulmon belgilangan shartlarga, qilgan va'dasiga vafo qiladigan odamdir. Va'daga vafo qilish, ahdini buzish munofiqlikning alomati bo'lib, bir odamda komil musulmonlik bilan munofiqlik hargiz birlashmaydi. Bu ikkisining qaysisi g'olib kelsa, shu taraf besib tushadi va u odam shu tarafga mansub bo'ladi. Alloh taolo musulmonlarni va'fu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahd ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar deb ko'rsatgan. Sura Isro 34-oyat. Payg'ambar alayhissalom ahdisini buzadigan, va'dasida turmaydiganlarning iymoni komil emasligini aniq o'tirg'a qo'yib, ahdisiga vafo qilmaydigan odamda diyonat yo'q degan. Imom Ahmad va Tabarani rivoyati. Chunki insonning ahvoli islomning hamma taraflarini to'liq qabul qilib, amal qilmoqchi tuzalmaydi. Islom bir butun hayot nizomi bo'lib, u bo'linmaydi. Hunarvan va remo'tchi birovga paloni kuni keling, ishingiz hozir bo'ladi deb va'da qiladi. Ammo degan kunda kelganida bu kazzab hunarvan yoki remo'tchi hech qanday xijillik his qilmasdan yoki uzrimi etmasdan yo'q bahonalarni o'ydirib, uningga yana boshqa bir kuni kelishni aytadi. Bu musulmon jamiyatiga cho'nqir singib ketgan bir nachar odat. Biz mushu holatimiz va mushu nachar axloqimiz bilan turib, qandoqmi Alloh bizga yordam bermamdi? Turmushimizni g'arbliklarnikidek paravon qilib bermamdi? Alloh mu'minlar bilan billa emasmidi? Deyalaymiz. G'arbliklarda bir-birini aldash, va'dasida turmaslik, yolg'on so'zlash yo'q. Ammo bularning hammasi bizda to'liqi bilan bor. Allohning dinidan va uning yordamiga haqliq bo'lishdan qanchalik yiroqlashib qolganligimizni endi tushundingizmi? 859-savol. Qarz ishlaridagi vafo burchi qaysi? Javob. Zamonimizda musulmonlar orasida eng ko'p umumlashgan vafosizlikning biri qarz muomalasida vafosizlik qilishdir. Birovga hojati tushganda uningdan bir yuan chog'liq qarz olish uchun qilmag'ini qolmaydigan, avrishimdek to'lg'inib yurib, qo'lini maydasiga tutib, tuvanchilik bilan necha qatim ta'zim qilib, o'zini yolg'ondan vafodor ko'rsatib turib, hojatini ravo qilib olgandan keyin ta'tir qarab oladigan, qarzni so'rasa yolg'on va'dalari va yo'q uzrlari bilan qarz egisini qoyil qilib, qarzni orqaga so'raydigan nomardlarni har joyda ko'ryapmiz. Ma'lumki, Alloh taolo o'zining haqqi bo'lgan qilma degan amr farmonlarga xiloflik qiluvchilarni xolisi ularning tavba qilishi bilan
xolis tavbasiz kechirib o'tadi. Chunki Alloh taolo to'limi kechirimchan va va'dalariga mehribon zotdir. Ammo qul haqqi, ya'ni insonlarning bir-birining haq-huquqlarini dafsanda qilishi, mol-mulkini yeb olishi va har qanday bir ziyonga uchratish qatorliq gunohlardan Alloh taolo o'tmaydi. Faqat haq egasi rozi bo'lgandila, ondan Alloh taolo rozi bo'ladi. Shehidlarning so'roq savolsiz holda udul jannatga kirdiganligi hammaga ma'lum bir haqiqat. Ammo birovning haqqini to'layamasdan o'lib ketgan shehid jannatning eshigi oldida turib qoladiganligini o'limala so'zlamoqda. Payg'ambar alayhissalomning shehidning qarzidan boshqa butun gunohi kechirim qilinadi degan hadis bu ma'noni ifodalaydi. Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyat. Chunki qarz uning jannatga kirishiga to'sqin bo'ladi. Shunga avvalgi musulmonlar birovga qarzdor bo'lib qolishdan qattiq hazar aylaydi. Hatto Alloh yo'lida jihadga hozir bo'lgan musulmonlar jihadga chiqishdan burun ularga kimda birovning haqqi yoki qarzi bo'lsa qaytib ketsin deb e'lon qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning oldiga qandoqli bir jinoza elib kelinsa, buning qarzi bormi deb so'raydi. Agar qarzi bo'lmasa namozini tushiradi. Qarzi bo'lsa uning namozini o'zi o'qimasdan sahobalarga o'qishga buyuradi. Chunki uning bir kishining namozini o'qiganligi shu kishiga shafaat qilganligidir. Uning shafaati Alloh taolaning dargohida qabul qilinadi. Ammo qarzdor kishi bo'lsa, u kishi gadinidagi qarzga go'ri qo'yilgandir yoki gadinidagi qarzni ado qilmaguncha jannatga kirolmaydi. 860-savol. Vaqtga rioya qilmaslikmi, vafosizlikmi? Javob. Vaqtga rioya qilish vafodorlikning jumlasidan bo'lib, hozirgi zamon kishilarining nazarida oddiy sanalib kelgan cho'ng masaladir. Vaqtga rioya qilmaslik, va'dalashgan soatda hozir bo'lmaslik, boshqalarning vaqtini zoya qilish eng yomon vafosizlikdir. Bu turdagi vafosizlikdan hammamiz nasibimizni olmoqdamiz. Bu 3-dunyo allaridagi kishilarning eng cho'ng mushkulasidir. Bekor talablardan boshqa har qanday kishi uchun vaqt oltindan qimmatli bir narsa. Tirishchan odamlar hamisha vaqtning torliqidan shikoyat qiladi va kunduzni kechiga ulug'isi keldi. Ammo bekor talablar uchun kun o'tsa, soat to'shsa bo'ldi. Vaqtning qadrini bilmaganlar hamisha boshqalarning vaqtini o'g'irlaydigan beparvolardir. Soat 10 ga va'da qilgan odamni soat 11 yoki 12 larda oran topqanga xo'sh bo'ladigan musulmonlar jamiyatidagi insonlar g'arbliklarning islom axloqiga uyg'un kelmaydigan oyasizliklarini do'rashning o'rniga ularning vaqtiga rioya qilishdek yaxshi odatlarini va vaqtni oltin bilib, uni zoya qilmasdan foydalanadigan ro'yini do'risi bo'lmamdi. Vaqt hayot, vaqt naqpul, vaqt ilm, vaqt salomatlik, vaqt fan texnika, vaqt qimmatlik har narsadir. Ba'zi shirkatlar 1 minut vaqt ichida hassilab foydaga erishsa, ba'zining 1 minut vaqt ichida bayram bo'lganligi, jiddiy qutqizishga ehtiyojli ba'zi kasallarning davolashga 1 minut kechikib qolish sababli o'lib ketadiganligi bir reallik. 861-savol. Sizga yaxshilik qilgan kishilarga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Mayli cho'ng, mayli oddiy, qandaqli bir yaxshilik qilgan odamning shu yaxshiligining mukofotini berish, hech bo'lmaganda uningga rahmat so'zini aytish vafodorlikning jumlasidan sanaladigan go'zal axloq. Payg'ambar alayhissalom undaq degan: "Sizlarga yaxshilik qilgan kishiga mukofotini beringlar. Agar uning mukofotini berishdan ojiz kelsanglar, ne'matga shukr qilganliginglarni isbotlash yuzasidan uning haqida Allohga duo qilinglar. Allah haqiqatan shukrni qabul qiluvchidir va shukr qiluvchilarni yoqtiruvchidir." Tabarani rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Birov tarafidan ito ihsonga erishgan kishi uning badaliga loyiq narsa topa olsa, mukofotini ado qilsin. Agar topolmasa, uningga minnatdorligini bildirsin. Haqiqatan ne'matga minnatdorlik bildirgan odam shukr qilgan va uni tark etgan odam ne'matga kufrlik qilgan bo'ladi." Tirmiziy rivoyat. U yana mundaq degan: "Allohga eng shukr qiladigan kishi kishilarning ihsoniga rahmat etadigan kishidir." Yana bir rivoyatda kishilardan kelgan yaxshilikqa minnatdorlik bildirishni bilmaydigan odam Allohga shukr qilishni bilmaydigan odamdir deb ko'rsatgan. Imom Ahmad rivoyati. 862-savol. Ota-onaga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Shaksizki, dunyoda vafodorlik qilishga eng haqliq, haqiqiy bizda eng kam bo'lgan kishilar ota-onalardir. Ota-onaning haqqini ado qilib bo'lish mumkin emas. Shundaqdimi Alloh taolo bizni ota-onalarning bu haqlarini qudratimizning yetishicha ado qilib, ularga bo'lgan vafo burchimizni o'rindashga buyurgan.
Payg'ambar alayhissalom bir sahobaning yaxshilik qilish uchun eng haqli bo'lgan kishim kim deb so'ragan savoliga onang deb javob bergan. Har qatim so'ragan savoliga onang deb javob berib, 4-chi qatim yana qayta so'raganida otang deb javob bergan. Ota-onaga qilishga tegishli yaxshilik ularning o'limi bilan to'xtab qolmaydi. Bu vafo burchi ular hayotdan ko'z yumgandan keyinmi bolalarining gadallarida qoladi. 863-savol. Hayot musobaqasida to'nigan kishilarga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Hayotlik safarda to'nigan, billa bo'lgan, birga yashagan barliq kishilarga vafo burchini ado qilish talab qilinadi. Balalik chog'laringizda birga o'ynab o'sgan do'stlaringizga, maktab hayotini birga o'tkazgan savodoshlaringizga, qo'shnilaringizga, urug' tuqqanlaringizga, tonish bilishlaringizga vafodor bo'lib, ularni unutmasligingiz, qo'lingizdan kelgan yaxshiliklarni oymay qilishingiz siz o'tashga tegishli vafo burchidir. 864-savol. Inson jo'risiga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Hayot musobasidagi sherikingiz bo'lgan, xushallik g'amkin, rahat jafoliq kunlaringizda sizga hamroh bo'lgan jo'ringizga o'tashga tegishli burchingiz eng chong, eng oldingi qatorda turadigan vafo burchidir deb ko'rsatgan. Buxoriy, Muslim, Imom Ahmad rivoyati. Ayollarni hurmatlash, ularga siliq va yumshoq muomala qilish, uy ishlarida ularga yordamlashish, dardlarini ko'ngil qo'yib anglash, ko'ngillarini elish, ularning azorlariga sabr qilish, kamchiliklarini kechirish, ularni urmaslik, arazlashmaslik, ularning ota-onasini, tuqqanlarini va o'lgulik do'stlarini ziyorat qilishdan to'smaslik qatorliqlarning hammasi ayollarga vafodorlik qilganlikdir. 865-savol. Va'daga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Inson kelishim tuzsa kelishimga rioya qilishi, biror ishga va'da qilgan bo'lsa, uningga vafo qilishi lozim. Va'daga vafo qilish, insoniy go'zal axloq bo'lsa, va'dasiga xiloflik qilish bakmi qattiq razillikdir. Shuning uchun Qur'oni Karimda saxtalikdan ogohlantirib, vafodorlikqa undaydigan oyatlarning ko'p bo'lganligi ajablanarli emas. Qur'oni Karimning Isro surasida ahdiga vafo qilinglar, qiyomat kunida ahdi ustida albatta savol so'roq qilinsizlar deb kelgan. Insonning gapida turishi, kishilar orasida ishonchlik, gapidan yenib olmaydi, to'polondan to'g'ash o'g'irlamaydi deb tonilishi uning insoniy go'zal axloqining nishonasidir. 866-savol. Butun insoniyatga qanday vafodor bo'lish kerak? Javob. Vafodorlik esil fazilat bo'lib, u barliq insonlarga ularning dini, irqi va rangidan qat'iy nazar umum bo'lishi lozim. Chunki fazilat degan bo'linmaydigan bir butun narsa. Odamning ba'zi kishilarga vafodor bo'lib, yana ba'zi kishilarga razil va so'zida turmaydigan bo'lish to'g'ri emas. Qilingan va'da, tuzilgan kelishim qandoqli kishi bilan bo'lsin, uningga rioya qilish shartdir. Haqiqiy diyonatlik to'g'ri odam insonlarga muomala qilishda ularning rangi, dini va irqi sabablik ayrim muomalada bo'lmaydi. Balki hammaga o'xshash muomala qiladi. Chunki yaxshilik kimga qilinsin, u hamon yaxshilikdir. Shundaqla yomonlik kimga qilinsin, u hamon yomonlikdir. İnsanlar Allah'ın nazarida o'xshashlar hurmatga egadir. Buning uchun musulmonlarga muomalada odil bo'lib, musulmon emaslarga adolatsizlik qilish yoki musulmonlarga siliq bo'lib, musulmon emaslarga qo'pol bo'lish to'g'ri emas. 867-savol. Vafodorlik yana nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Vafodorlik degan mavzu intayin cho'ng mavzu bo'lib, o'sib yetilgan vatanning g'amini yeyish, ota-onaga qetirqinib xizmat qilish, urug' tuqqanlar bilan izdishib turish, yo'qsillarning holiga yetish, yetimlarning beshini silash, farzandlarni yaxshi beqish, jo'risiga sodiq bo'lish qatorliqlarning hammasi vafodorlikning jumlasidan sanaladi. Sharmi hayo. 868-savol. Sharmi hayo degan nima? Javob. Sharmi hayo razil va qabih ishlar oldida ko'ngilning siqilib, uni qilishdan tortinishi deganlikdir. Ayoliq odam axloqsizliklarni va qandoqli bir razil ishni qilish bilan Alloh taolaning oldida, insonlar oldida va vijdoni oldida o'zini tuvan o'rniga tushirib qo'yishga toqat qilolmaydi-da, uningdan voz kechadi. 869-savol. Sharmi hayoning hayotimizdagi ahamiyati nima? Javob. Sharmi hayo go'zal axloqlarning eng esili va eng ahamiyatligi bo'lib, hozirgi zamon insonlari eng zo'r ehtiyojli bo'lgan narsadir. Sharmi hayo xuddi mevaning postiga, odamning kiyimiga o'xshaydi.
Posti so'yib etilgan meva tezli buzilgandek, kiyimsiz qolgan odamning uyatliq joylari echilib qolgandek, sharmi hayodan ayrilib qolgan odam ishki dunyosidan buziladi, u turli yomonliklarning patqiga patadi. Chunki sharmi hayo yomon ishlardan saqlanishga, har qanday haq egisining haqqini to'liq ado qilishga turtki bo'ladigan bir xil go'zal axloq. Sharmi hayo va nomus inson aqlining ultish. Qisqasi imonning posti sharmi hayo va nomusdir. Posti so'yib etilgan daraxt qurib ketganidek, sharmi hayo va nomusdan ayrilgan insonmi imoniy xislatdan ayrilib qoladi. Vijdon bo'lsa ishki nomusdir. Sharmi hayo bilan nomusliq har qanday insonning insoniy qadr-qimmatini beyitib, hurmatini oshiradigan yoshirin go'zallikdir. 870-savol. Hayoning yo'qolishidan qanday falokatlar kelib chiqadi? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo bir bandasini halok qilmoqchi bo'lsa, uningdan hayoni sug'urib oladi. Uningdan hayo sug'urib ilingandan keyin u har kimning nafratiga va g'azabiga loyiq biri bo'lib qoladi. Ondan uningdan omonat yo'qoladi. Uningdan omonat yo'qolgandan keyin u hamisha xiyonat qiladigan xoinga aylanib qoladi. U xoinga aylangandan keyin uningdan rahim shafqat yo'qoladi. Uningdan rahim shafqat yo'qolgandan keyin u la'natgardiga aylanadi. O la'natgarda bo'lgandan keyin iymon uningdan chiqib ketadi. Ibn Majah rivoyat. Bu hadis qalbdagi kasalliklar va uning taraqqiyot bosqichlarini, bu bosqichlarning bag'ansiri yuqorilab mangadiganligini bizga inchikilab bayon qilib beradi. Kishilarning hayot chumbili yirtilsa, u qilgan ishlarda ayblanishlardan tap tortib qolmaydi. Mundaqlar kishilarga tezla azor qiladi. Qo'l ostidagilarni ezadi, farzandlariga va qo'shnilariga yeriklik qiladi. Bundaq odamni hech kim yoqtirmaydi. Aksicha kishilarning qalblariga o'chmanlik urug'ini soladi. Bu darajaga yetib qolgan odamga hech kim ishonch qilolmaydi va uning bilan muomala qilishdan xotirjam bo'lolmaydi. Chunki kishilarning pul melini yevilish yoki obro'yini to'kishdan xijil bo'lib qolmaydigan, va'daga xiloflik qilishni ko'ngliga elib ketmaydigan yoki majburiyatga sal qaraydigan yoki sodada hali ishlatadigan odamga qandoqmi ishonch qilib bo'lsin? 871-savol. Hayoning asli ma'nosi nima? Javob. Arab tilidagi hayo so'zi hayot so'zidan kelgan bo'lib, hayoliq odamning ma'naviyati hayot, ya'ni tirik bo'ladi. Hayo qilgan odamning hayosi ishki hayot qaynimidan chiqqan bir xil kuch bo'lib, bu kuch uni razilliklarga tushib qolishdan saqlab qoladi. Hayotli odamning qalbi tirik, hayosiz odamning qalbi o'lik bo'ladi. Qalbning uyg'oqligi oshgan sari uning hayosi oshadi. Qalbi o'lgan odamda hayoni qo'zg'aydigan hissiyatmi o'lganlikdan, bundaq odam razilliklarni razillik deb bilmaydigan va his qilmaydigan bo'lib qoladi. Shunga uningda sharmi hayoning yo'qolishi barliq razillik va yomonliklarning boshlanish nuqtasi bo'lib qoladi. Hayosiz odamdan hamma yomonliklarni kutishga bo'ladi. 872-savol. Hayo bilan xijillikning farqi nima? Javob. Nurg'un kishilar hayo qilish bilan xijil bo'lishni bir ma'noda tushunadi. Ammo haqiqatda hayo bilan xijillik o'rtasida nihoyat cho'ng farqlar bor. Psixologiya olimlari xijillikni ma'lum sharoitlarda insonda paydo bo'lgan bir xil andikish deb ta'riflaydi. Bu xuddi muallimning savoliga qo'rqinishdan javob bera olmagan o'quvchining holiga o'xshaydi. Xijillik qo'rqinchoqlikdan keladigan narsa. Ammo sharmoya buning aksicha bo'lib, irodasi kuchlik, o'zining qimmatini biladigan odamda bo'ladi. Chunki bundaq odam razilliklarga tushib qolishdan o'zini ustun tutadi. Xijolatdan o'zining yo'lliq haqqini talab qilishdan voz kechgan odam hayoliq sanalmaydi. Chunki hayoliq odam ezilishga, bo'za qilinishga va nohaqchilikqa rozi bo'lib turolmaydi. 873-savol. Hayo bilan iymonning munosabati nima? Javob. Payg'ambar alayhissalom hayo bilan iymon ikkisi qo'shkezak bo'lib, biri yo'qolsa ikkinchisi yo'qoladi deb ko'rsatgan. Hokim rivoyati. Hayosizda iymon yo'q degan so'z bu hadisga asosan aytilgan bo'lishi mumkin. Yana bir hadisda iymon 60 necha shoxcha bo'lib, uning bir shoxchisi hayodir deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyati. Shunga ulug' mutafakkur olim Al-Shir Navoiy hayosizda vafo yo'q, vafosizda iymon yo'q degan ekan. 874-savol. Hayo darajasining eng yuqori pallasi qaysi? Javob. Sharmi hayo darajalarining eng yuqorisi, eng kattasi Alloh taoladan hayo qilishdir. Gunoh ma'siyatlar faqat Alloh taoladan hayo qilmaganlikning natijasidir.
Alloh taolaning bandalarning oshkora va yoshirin barliq ishlarini bilib va ko'rib turadiganligini ko'z oldiga keltirgan odam Alloh taolaning ko'z oldida yomon ish qilishdan hayo qiladi-da, nada bo'lsa-mu yomon ish qilishdan to'siladi. 875-savol. Sharmi hayo bilan mehr muhabbatning munosabati nima? Javob. Sharmi hayo bilan mehr muhabbat bir varaq qog'ozning ikki yuziga o'xshaydi. Faqat birli yuzi bor qog'ozni tasavvur qilib bo'lmaganidek, sharmi hayosiz mehr muhabbatni, mehr muhabbatsiz sharmi hayoni tasavvur qilib bo'lmaydi. Mehr muhabbat sharmi hayo darxining rangdor chaqnab turadigan xushbo'y, kishining aqlini lol qiladigan mevasidir. Eng pastkash odamlar nomus, hayo engi yo'q kishilardir. Bunday kishilarga hamma yerdan nafratlar yig'ib turadi. Sharmi hayo bilan nomusni yo'qotgan kishini o'lik deb sanasi bo'ladi. İnsanın ketib qolgan uyat nomusi qaytib kelmaydi. Şuna har kim o'zining uyat nomusini jinidanmi aziz bilib qo'g'dishi lozim. Shoir Tagor go'zal narsalarning hammasi rangdor degan ekan. Dunyoda qaysi rang eng go'zal, eng rangdor desa, nomuschanlikni bildiradigan rang eng go'zal deb javob beriladi. Odam xijil bo'lganda, hayo qilganda, nomus qilganda tanlari titrab yuzi qizaradi. Mana shu chog'dagi qizargan va o't olgan yuzning rangi eng go'zaldir. 876-savol. Hayo va nomuschanlik ne'matmi? Javob. Hayo va nomuschanlik Alloh taolo qilgan eng chong ne'mat. Sharmi hayo bilan nomus butkul go'zal axloqlarning yuragi va tub yiltisidir. Sharmi hayo bilan nomus tuyg'usi insonlardagi eng sab, eng tabiiy bo'lgan hissi hodisa. U eng oliy maqomdagi axloq ustozi, shundoq deyishga bo'ladiki, quloqning qizirishi bilan ko'zning harakati kishining chekirda gavdalangan nomus tuyg'usini cheksiz sekri kuchga ega qiladi. Nomus tuyg'usi bo'lmay turib, nomuschan yuz bo'lmaydi. Nomus tuyg'usi insonlarga xos alaydilik. Shunga hayvonlarda bundoq tuyg'u bo'lmaydi. İnsaniyatning iftixorlik ulgusi Hazrati Muhammad alayhissalom eng hayoliq edi. U kishilarning ayiblarini ko'rmasga salatdi. Abu Said Xudri ismli sahoba Rasululloh yuzi ichilmagan qizdimi bek hayoliq edi. Uning bir ishni yoqtirmaganligini chiroyidan bilgili bo'ladi. Uning o'ngi suzuk va nepiz edi. Rasululloh oliyjanob hayoliq bo'lganlikdan kishilar yoqtirmaydigan ishni ularga yuz turib etmaydi degan. Demak, qiz ayollar uchunmi sharmi hayo va nomus tuyg'usi hayoliq demakdir. Hatto hayotdanmi qimmatlikdir. Nomusni qo'g'dash yo'lida jonni pido qilish eng oddiy talabdir. Xuddi Uyg'ur diyoridagi Nozgum va yetti qizlarimdek nomus obidalari tarixdan buyon insonlarning qalbida sevgi bilan yotilinib kelmoqda. 877-savol. Sharmi hayoning turmushimizdagi o'lchami nima? Javob. Bir odamdagi sharmi hayo bizga shu odamning iymonining va adab axloqining qanchalik darajada ekanligini yo'ritib beradi. Siz bir odamning tegishli bo'lmagan harakatdan o'zini tortayotganligi yoki tegishli bo'lmagan ishni qilib qo'ygan vaqtda chiroyining qizirib ketganligini ko'rib, uning qalbining o'yg'oq, aslining pok, tabiatining sab ekanligini bilib olaysiz. Shundaqla birasining past, gunoh ishlarni hayo qilmasdan qilib yurganligini, og'an qo'yg'unning qandoq ekanligiga parvo qilmayotganligini ko'rgan vaqtingizda, uning qo'lidan yaxshi ish kelmaydigan ko'ngli qora, yuzi qalin odam ekanligini bilib olaysiz. 878-savol. Sharmi hayo bilan omonatning nima munosabati bor? Javob. Hayoning yo'qolishi ishonch omonatning yo'qolishidir. Kimki hayoni yo'qotadi ekan, u omonatini, ya'ni kishilarning uningga bo'lgan ishonchisini yo'qotgan bo'ladi. Kishilarning ishonchiga erishamagan odam jamiyatda qimmatsiz odam bo'lib qoladi. Mundaqlar o'zlarining nafs havasini qondirish yo'lida yuguradigan yavoylarga o'xshab qoladi. Mundaqlar o'zlaridagi uchiga chiqqan shaxsiyatchilik, manmanchilik illatlari sababli ularning ko'zlari va aqli qalin pardalar bilan pardalangan bo'lib, o'zini texmi ozdiradigan, texmi qiziqtiradigan nafs havaslardan boshqasini ko'rmaydi. Aksicha, o'zining qilgan xatoliklari va ba'zi yomonliklarini boshqalarning bilib qilishdan tap tortish hayoning o'zidir.